Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Dilisi Jaloliddinov O'zubi kanali. Bugungi videoda biz Federico Valverdeni kuchaytiramiz. Xo'p jigarlar, bugungi Valverdeni kuchaytirishimiz uchun bizda yetarlicha kuchaytirgichlar bor. Men Telegram kanalimdan so'radim. Fitness kuchaytirgichlarim qolmagan, texnikaga kuchaytirib ko'ramizmi Valverdeni deganimda Telegram kanalimdagilar ha texnikaga kuchaytirib ko'ramiz dedilar. Va shu sababli endi Fede Valverdedan texnika kuchaytirishlar bilan uni full holatga yetkazamiz. Xo'p jigarlar, kontrol, pas va zarba darajalarini 100 qilib olsak, agar takling biroz pastroq bo'lib qoladigan bo'lsa, Valverdeda keyin fitness ham bosamiz. Bizda fitness kuchaytirgichlar ham bor. Xo'p jigarlar, meni videolarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, ketma-ket futbolchilarni full qilayotganlarim yoqayotgan bo'lsa, albatta shu videoga bitta like bosib, menga kanalimga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, menga motivatsiya bo'lardi albatta jigarlar. Xo'p jigarlar, bizda hozircha texnika kuchaytirishlar bilan ancha yaxshi kuchaymoqda. Ko'rib turganingizdek, juda ham kam kuchaytirishlar bilan va Valverde 87 darajagacha erishdi. Shu sababli undan +11 chiqarish imkoni bordir balki. Shu sababli oxirida bitta 3 talik kuchaytirgichdan ishlatib ko'ramiz. Xo'p jigarlar, bizda kontrol hozircha 87 deyarli 3 ta daraja, 4 ta darajasi bir xil darajada ketmoqda. 88, 86, zarbasi 86 va takling 85. Xo'p, takling bizda biroz pastroq bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Birinchi 90 chiqdi kontroldan, ketma-ket kontrolga tushmoqda yana. Xo'p jigarlar, sizlarga hozirda bilasiz, DLC26 da yashil kartali o'yinchilar kelgan. Ularda mana shu DLC25 vaqtida hayotda ham 2025-yil eng yaxshi o'ynagan futbolchilar Team of 2025 degan tuzumda kelgan, pakda kelgan va u o'yinchilarni olish uchun bizga olmoslar va agentlar kerak bo'ladi. Olmoslar yig'ish uchun biz Vietnamga o'zim shaxsan tanga olmos yig'ish xizmatini yo'lga qo'yganman jigarlar. Bu ma'lumot Telegram kanalimda bor. Albatta Telegram kanalim video описаниесida hamda kommentariyada pin holatida bo'ladi. Telegram kanalimga o'tib qo'yib menga murojaat qiladigan bo'lsangiz, xohlagan tarifingizdan yig'ib beramiz. Xo'p jigarlar, o'zi bu tanga olmos yig'ish xizmatiga menimcha 10 kuncha vaqt qoldi. 10 kun ichida qo'ldan kelgancha ko'proq olmos yig'ib olishimiz kerak va agentlar olib yashil o'yinchilarni o'zimiz uchun olib olsak, yashil o'yinchilar bizga foydasi tegadi. Xo'p jigarlar, Break Horse bizda zarbasi va taklingga tushmoqda. Xo'p jigarlar, mana ko'rganingizdek 94, 95, 92, 91 yaxshi kuchayish bo'lmoqda hozircha. Ikkitalik endi fitness kuchaytirgich bitta bosilib ketdi shu vaqtda. Yo'q, ketma-ket ikkita fitness kuchaytirgich tezlanishga tushmoqda. 79 tezlanish. Xo'p, endi texnika kuchaytirgich Let's go. Kontrol va pasiga tushmoqda. Yaxshi, bizda hozircha yana bitta ikkitalik kuchaytirgich va zarbasiga va kontrolga tushmoqda. 98 ga 97 bo'ldi. Endi bir ikkita skautlar orqali kuchaytirgich uchun agentlar, to'g'riroq futbolchilar yig'ib olamiz. Mana 54 tangalik o'yinchi. Arzon o'yinchilarni olib shu yerdan kuchaytirish yig'ishni sizlarga maslahat beraman. Albatta, juda ham ko'p qimmat o'yinchilarni olish zararga ishlaydi. Masalan, mana 342 tangalik o'yinchilar chiqmoqda va bularni albatta diskaut bosib yuborib, boshqatdan yana 75-72 tangaga bosib, hech bo'lmaganda 200 tangalik o'yinchilarni olsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi albatta. Xo'p jigarlar, 10 tacha kuchaytirish yig'ishimiz kerak. Mana ko'rdingizmi? Darvozabon kuchaytirgich kerak bo'lganda o'yinchilar chiqadi, o'yinchiga kuchaytirgich kerak bo'lganda darvozabon chiqadi. Xo'p, DLC bizni ustimizdan kulgandek qiladi har safar, lekin biz DLCga yo'l qo'yib qo'ymaymiz albatta. Xo'p jigarlar, ko'rib turganingizdek ikkita arzon o'yinchi chiqmoqda birdaniga va endi sotib olgan o'yinchilarimizni sotaylikchi. Xo'p, mana bu yerda Vanderberg degan o'yinchi ekan. Xo'p jigarlar, menimcha Valverdedan hech bo'lmaganda 300 pasdan chiqarsak, keyin tepadan fitnessdan tezlik darajalarini ham biroz balandroq qilsak va yana bitta plus taraf bizga +11 darajaga kuchayishi mumkin Fede. Xo'p, bittalik kuchaytirgich taklingga, zarbasiga tushmoqda. Keyingisida ikkitalik kuchaytirgich, kontroldan 100 chiqarib oldik va 297 bor bizda. 98 va taklingga tushmoqda.
Yana takling 94 bo'lib ketdi va keyingi kuchaytirgichimiz pas 98. Hop, bitta ikkitalik kuchaytirgich bosib ko'ramiz. Agar pas va zarbaga tushganda deb turganimda pas va zarbaga tushdi va bizda ko'rib turganingizdek 300 chiqdi va Valverde ko'rib turganingizdek mana 95 darajaga erishdi va hali menimcha 5-6 ta kuchaytirgich oladi. Shu sababli undan +11 kuchaytirish mumkin. Shu sababli bittalik fitness kuchaytirgichlar yig'ish uchun yana skautlar bosib arzon o'yinchilar qidirib ko'ramiz. Video menimcha omadli ketmoqda hozircha jigarlar. Jigarlar, agar video yaxshi chiqadigan bo'lsa, kommentariyada omad so'zini yozib qo'ysangiz menga yana bir motivatsiya bo'lardi. Va mana shu akkauntni sotasizmi deb yurganlar ham qiziqmoqda birikda. Menga Telegramdan murojaat qiladigan bo'lsangiz, akkaunt narxini sizlarga aytaman. Akkaunt super ideal ko'rib turganingizdek mana speedga tushdi va 91 tezlik, acceleration ya'ni tezlanish 81, stamina 90. Deyarli Valverde ham full holatga yetdi. Mana bu yerda sotib olgan o'yinchimizni sotib yuboramiz. Hop, endi 3 talik kuchaytirgich bossak ham bo'ladi Fede Valverdega. Mana bu futbolchini ham sotib yuborsak bo'lar ekan. To'g'ri, sotib olsak skautlar bosamiz, yana arzon o'yinchilar chiqmoqda, ikkita ketma-ket, ikkita birgalikda to'g'rirog'i. Va endi Fede Valverdega 3 talik fitness kuchaytirgich bosib ko'ramiz. Xo'p, to'xtang, mana bu arzon o'yinchilarni sotib yuboray. O'yladim, bittalik kuchaytirish bossam yoki 3 talikni bittasini qurbon qilib yuborsammi deb o'yladim va 3 talikni qurbon qilishga qaror qildim. Chunki 3 talik kuchaytirgich bosganda Fede +11 darajada kuchayishi mumkin. Xo'p jigarlar, Fede Valverde Real Madridning yuragi bo'lib turgan futbolchi, o'ng qanot himoyada ham o'ynay oladi va yarim himoyaning luboy pozitsiyasida, o'ng qanot hujumda ham o'ynagan vaqtlari bo'lgan. Bittalik texnika bir dona, takling 95, endi aniq 3 talik kuchaytirgich bosamiz. Fitnessidan, Fede Valverdedan menimcha qaysi darajasiga tushsa ham bizga yaxshi bo'ladi, yaxshi holatda full bo'ladi. Nima bo'lsa ham maqsadimiz +11 kuchaytirish. Xo'p, bizga break horse berildi, tezlik, stamina va strategiya yo'q, +11 darajaga kuchaymadi. Break horse tushganda men +11 bo'ladi deb o'ylagandim Fede, lekin menimcha yaxshi kuchaytira oldik, chunki pas, kontrol, zarba darajalari 100 dan yarim himoyachi uchun ideal, yana takling darajasi ham 95 va tezlik, stamina darajalari ham ideal. Uni bemalol markaziy yarim himoyaga yoki tayanch zonaga qo'yib o'ynatsa bo'ladigan futbolchiga aylandi.